Assalomu alaykum. Hozir men Word dasturida interyerlarni to'g'irlashni ko'rib chiqamiz. Bu kurs ishida o'qituvchilar albatta birinchi o'rinda dizayniga e'tibor berishadi. Ya'ni chekalari, orasini ochiqligi, abzasslariga katta e'tibor berishadi. Buni to'g'irlash uchun biz eng avvalo hamma faylni belgilashimiz kerak. Mana bunday belgilab o'tirishimiz ham mumkin, ammo undan oson yo'li Ctrl va A tugmalari birdaniga bosish yo'li bilan. Natij- Natijada bizda butun boshli fayl belgilanadi. So'ngra uni interyerlarni to'g'irlaymiz. 1,5 abzas tabayt qilib, keyin udalить qilamiz. Chunki qaysidir joylarda kitobdan va sun'iy intellektlardan ko'chirish natijasida ayrim joylarda abzas bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Ya'ni bir qarashda bilish qiyin. Shu sababli shu yo'ldan foydalanamiz. Keyin albatta kursida birinchi bob yangi testdan boshlanadi. Keyin ko'proq abzaslar bo'lmasligiga e'tibor berish lozim. Mana bunday joylar ikkinchi reja boshlanayotganda tashlab ketiladi. Yoki buning o'rniga mana bu yerdagi buni bosish yordamida ham abzas tashlattirishimiz mumkin. Uni ustiga bizda O belgisi o'zgargan. Bu O belgilar. Mana bu yerda ko'plab O'lar mana bunday turadi. 9 shaklda bo'ladi. Bizga esa 6 shakli kerak. Buni to'g'irlash uchun aynan shunisini kopировать qilamiz. So'ngra mana bu ikkalasini birgalikda belgilab, Найти ni bosamiz. Bizda hammasini belgilab oldi. Keyin заменить bosib, pastki O harfi va boyagini Ctrl вставить qilamiz. Ya'ni вставить bu Ctrl V tugmalar birgalikda bosilishi. Заменить все. Va bizda barcha O belgilari to'g'irlandi. Endi G'da ham xuddi shunday qilinadi. Odatda ishlatiladigan ya'ni o'ni belgisi 9 shaklni ishlatib, so'ngra Найти qilib, заменить qilib to'g'irlaymiz. Bu yangi qarorlardan biri, ya'ni o'ni belgisi 6cha shaklda bo'lishi kerak. Buni chiqarish biroz noqulay, chunki probada ishlatishga to'g'ri keladi. Bu har safar shunaqa qilib chiqish juda qiyin. Shu sababli shu eng oson yo'li. Mana bunday joylar ham qolmasligiga e'tibor berish lozim. Yangi abzas bosish uchun Tab tugmasini bosishning o'zi yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.